Ispaniyada shunaqa shahar borki, uning o'z tili, o'z bayrog'i va hatto mustaqil bo'lishni xohlaydigan xalqi bor. Bu Barselona. Yiliga 20 milliondan ortiq sayyoh keladi. Lekin ularning ko'pchiligi Barselona Kataloniya poytaxti ekanligini bilmaydi. Barselonani o'z parlamenti, o'z tili va o'z milliy ramzlari bor. Ko'pchilik katalonlar o'zlarini birinchi navbatda Ispaniya emas, Katalon deb hisoblaydi. Buni hatto Camp Nou stadionida ham ko'rish mumkin. Minglab muxlislar Ispaniya emas, Katalon bayrog'ini ko'tarib chiqadi. Lekin bu hali hammasi emas. Barselonaga yuqoridan qarasangiz, butun shahar xuddi shaxmat taxtasidek ko'rinadi. Bu tasodif emas. Shahar avvaldan odamlar uchun qulay bo'lishi maqsadida maxsus reja asosida qurilgan. Shuning uchun bu joyda yashil hududlar ko'p, tirbandlik esa ko'plab yirik shaharlarga qaraganda kamroq. Keyingi videoda nima uchun Sagrada Familia 144 yildan beri hali ham qurilayotganini aytib beraman. Obuna bo'ling.